Zor Meghlubiyet 20. asırdaki komünizmning güllenişi ve ھالاكىتى Aptori Zbigniew Brzezinski. Birinci kısım Zor Meghlubiyet. Uyg'urcha tarjimasi haqida. Birinchi, mazkur asar faqat shaxsning qiziqishi bo'yicha tarjim qilindi. Shunga barliq mas'uliyatni o'zim ustimga olaman. Boshqa tarjimonlar va qutatqu bilik munbiri hamkorlashquchi va e'lon qilishga so'rin hozirlab berguchi bo'lib, hech qanday mas'uliyat va javobgarlikni ustiga olmaydi. Ikkinchi, mazkur kitobni jami 13 odam hamkorlashib tarjim qildik. Tahrirlashni o'zim qildim. Men kasbiy tarjimon va tahrir bo'lmaganlik sabablik imlo xatoligi va tarjim xatoligi bo'lishi mumkin. Taklif fikr berishinglarni umid qilaman. Kitobdagi bir qism mazmunlar va odam, yer, joy nomlari inglizcha asli nusxasiga selishtirildi, inglizchasi berildi. Uchinchi, kitob o'zaro o'rganish, tajriba almashtirish, qiziqish va hamkorlashish ro'yini yetildirish uchun tarjim qilingan. Boshqa alayda maqsad yo'q. Boshqa shaxs, torbat yoki organlarning foyda elish va tashviqot g'arzida ishlatishga ruxsat qilinmaydi. Tarjimasining barliq huquqi qutatqu bilik munbiriga tava. To'rtinchi, kitob tarjimasiga qatnashgan to'rdoshlar nihoyat aktiv bo'lib, o'ziga bo'lib berilgan vazifani chin dilidan tamomlab, vaqtida topshirib berdi. Tarjimonlarga texmi ko'p g'ayrat, jasorat, oilasiga tinchlik, ishlarining o'ngishli bo'lishini tilayman. Bir vaqtda tarjimaga qatnashish bahonasida kitobni elib qochib ketgan. Vazifani elib olib, tinsiz yo'qab ketgan. Tarjimaga qatnashganligini bilib turibmi, qasdan bilmasga selib olib, kitobning e'lon qilinishini keyniga surgan kishilarni qattiq ayblayman. 5. Kitob inkas shaklda davomliq yo'llanadi. E'lon qilish tamomlanib bo'lgandan keyin kitob qilinib tarqitiladi. Tarqitilganda ayrim uqtirish qilamiz. 6. Zbigniew Brzezinskining yana bir dangliq asri tanlash yer sharivi hukmronlik yoki yer sharivi rahbarlik nomli kitobining tarjimasimi bitish oldida. Pat arda qutatqu bilik munbirida e'lon qilinadi. Davomli o'qib berishingizlarni umid qilamiz. Birinchi qism Zor Meghlubiyet. Sovet ittifoqining mag'lubiyati kommunizmni tuyuqsizlar g'oyat zo'r mushkul ahvolga tushirib qo'ydi. 20. asr oxirlashay deb qolgan bugungi kunda Sovet ittifoqi andisi bir mahal nihoyatda jalb qilish kuchiga ega, ulgi qilishga arziydi deb qaralgan edi. Haqiqatan ishinish bektas. Bu mag'lubiyat Sovet ittifoqining kishilar nazaridagi obro'yining tushib, qaysi darajaga berib yetganligini ifodalab berdi. Ammo yaqin o'tmishda Sovet ittifoqi andisining haqiqatan bir mazgil hamma hurmatlaydigan, hatto talishib turib ulgi qiladigan mazgil bo'lgan. Shunga biz zodi nima chataq chiqdi, nimishqa bundoq bo'ladi deb so'rab beqishimiz kerak. Sovet ittifoqining mag'lubiyatini qayta o'ylanish bilan birga Rossiyaning marksizm tajribasi, mangan musofisi nihoyat foydali ekanligini eslab baqayli. Yahudi qon sistemasidan bo'lgan Germaniyalik bir ko'chman ziyoli Buyuk Britaniya muzeyxonasining ommaviy qiraatxonasida kalla qatirib o'ylab chiqqan.
Asosiy jihatdan G'arbiy Yevropaga tava ideyani xeyli yiroqdagi Yevro-Osiyo imperiyasi bo'lgan g'ayri sharqiy mustabid hokimiyati an'anasiga ko'chirib berib, yana risala yozadigan Rossiya inqilobchisining tarixni operatsiya qilg'uvchisi bo'lishning natijasi muqarrar yolg'on yovdaq bo'ladi. Ammo Rossiya inqilobi portlashdan ilgari marksizm faqatla mutaassib kutubxona boshqaruvchisining nazariyasi bo'lmay qoldi. Allaqachon Yevropadagi bir maydon zo'r ijtimoiy siyosiy harakat bo'lib qoldi. G'ayri Yevropadagi necha davlatda muhim rol o'ynamoqda edi hamda ro'shan siyosiy xohish ko'rilishga boshladi. Bu xil xohish jamiyatga qatnashish engini aniq ifodalash edi. Ayni chog'da barliq marksizmchilar degudak o'z-o'zini ko'z-ko'z qiladigan sotsialistik demokratiya degan bu so'z simvollik holda nisbatan yosh sotsializm harakatining e'tiqodini bildirdi. Shunga sotsializm hamda marksizm g'arbliklarning nazarida yuqori demokratik ongga ega ideya bo'lib qoldi. Darvaqa, ikkinchi dunyo urushi portlash harpisiga kelganda, marksizm tarafdorlarining kichik bir tarmoqi zo'ravonlik inqilobining ideyasini davron qildi. Arqadan ular yana proletariatning diktatura nuqtai nazarlarini o'ttirg'a qo'ydi. Sotsializmning har qanday nomda qad ko'tarishidan qo'rqadigan kishilar 1871-yildagi qo'rqinchli Parij kommunasini o'ylasila teni ixtiyorsiz jug'ildab ketadi. Nurg'un kishilarga nisbatan aytganda, kommunizm demokratiyaning qarama-qarshi ma'nilik so'zi bo'lib qoldi. Shunga Char Rossiya imperiyasining g'ulab tushishi g'arbda murakkab, birdek bo'lmagan inkas paydo qildi. Demokratiyaning kelishiga bo'lgan zo'r umidlarni qilish boshlandi. Kommunizm diktatorasining paydo bo'lishidan tashvishlanish boshlandi. Birinchi bab Lëninizmning Mirasi. Bolsheviklar inqilobidan keyin Rossiyada yuz bergan barliq voqealar Vladimir Ilyich Leninning asarlarini tafsiliy o'qib baqqan kishilarga nisbatan aytganda tasodifiylik emas. Rossiya marksizm radikal partiyasining bu doisi o'zining muddaosini qilch yoshirib o'ltirmagan. Uning risolasida uning har bir nuqtalarida demokratiya yo'liga mengishni qo'llaydigan marksizmchi sheriklariga kuchining barcha hujum qilgan edi. U o'zining qarshini aniq ifodaladi. Rossiyada sotsialistik demokratiyani amalga oshiradigan payt texi pishib yetilmadi. Rossiya sotsializmni yuqoridan tuvanga qarab qurib chiqishi kerak. Mundaqcha aytganda, proletariat diktatorasi orqali qurilishi kerak deb qardi. Aksicha, bu diktatura faqat proletariatlarning nomida amalga oshdi. Leninning qarashicha, Rossiyada sotsializmni amalga oshirishning tarixiy payti texi pishib yetilmaganga o'xshash, yangi hukmron sinib, amaliy hukmronlik yurgizadigan siyosiy sharoitni hozirlamagan. Shunga yangi diktatura qat'iy, keskin hamda yiroqni ko'ra oladigan rahbarning proletariatning o'rnini elishiga muhtoj ekan. Dal Rossiyaning ahvoli qaloq bo'lganlikdan, mayli jamiyat bo'lsin yoki nisbatan ojiz ishchilar sinfi bo'lsin, hammasi texi sotsializmga moslasholmaydi. Shunga cho'qim ig'ir mas'uliyatni ustiga olgan inqilobchilardan tashkillangan tashkillik avangard atrat tarixining musofasini tezlatish kerak. Bu inqilobchilar
tarixning o'ziga bergan ig'ir mas'uliyatini aniq tushundi hamda o'zini tayinlagan tarixning homiysi bo'lish vazifasini zimmasiga olishga tayyorlandi. Leninning bu avangard tashkilotining ideyasi Rossiya hamda Rossiya proletariatlarining texi marksizm inqilobiga moslasholmaslikdek nazariyaviy qiyin masalani ijodiy hal qildi. Leninning to'hpisi hamda bir tarmoq tashkilchan, intizomchan kasbiy inqilobchilar qo'shinini cheniqtirib chiqish irodasi sotsializm prinsipiga asosan barliqqa kelgan birinchi davlatning siyosiy alaydiligida hal qilg'uch rol o'ynadi. Bizning muhokama qiladiganimiz u yo'lga qo'ygani nuqul sotsializm nazariyasimi yo'q degan masala emas, balki Lenin hamda agash kuchlari bilan sotsializmning nomini birlashtirish muvofiqmi yo'q degan masala. Demokratik sotsializmga e'tiqod qiladigan kishilarga nisbatan aytganda, bu xildagi har qanday munosabatning hammasi bir xil qarg'ishdir. Ammo asli tutishga tegishli Lenin va uning agash kuchilari o'zini angliq marksizmchilar deb lab etishdi. O'zini oldi bilan sotsializmga kirib bo'ldik, keyin kommunizm yo'lga kiramiz deb qardi. Shunga mayli obyektiv yoki subyektiv jihatdan bo'lsin, ular sotsializm hodisasining bir qismi bo'lib qoldi. Buningdan sirt, yangi bolshevik hukmronlari o'zini sotsializm deb ko'k ko'tirishi, ularning g'arbning yesdoshligini qo'lga keltirishda haqiqatan ko'p yordam bo'ldi. Ko'k ko'tirish bilan mayli haqiqiy yoki faqatla nayrangvozlik bo'lsin, hammasila ularni qattiq foydaga erishtirdi. Maqtab uchirish g'arbda nurg'un kishilarning tasavvur kuchini qo'zg'adi. Bu kishilar bir tarafdan demokratik sotsializmning g'alaba qilishini umid qilsa, yana bir tarafdan mustahkam mudofaa qilingan kapitalizm tuzumi qo'rg'inining ichki qismida reallikqa aylanishiga ishonchisi yo'q edi. Gerçi sotsializmning nurg'un yetarsizliklari bo'lsa-mu, dastlabda shakllanishi yetarlik, mukammal bo'lmasa-mu, Kreml sarayidagi qizil yulduz sotsializm tong saharining simvoli bo'lmoqda edi. Rossiyaning ichki qismida Lëninizm bosqichi cho'ng, haq-nahaq masalalardagi lingil taqtaq alaydiligimi g'arbning esdoshligini qo'lga keltirishga yordam bo'ldi. Gerçi demokratiyadan yiroq bo'lsa-mu, boshda o'ktichi taraflarni dahshatli bostirgan bo'lsa-mu, Lëninizm davri, ya'ni Lenin 1923-yil o'lgandan keyin yana 2-3 yil davomlashdi. Haqiqatan zo'r ko'lamlik jamiyat va madaniyat tajribasi qildi. Islohot, yangilik yaratish, xurofotlikni yo'qotish, ilm-fanning yangi sohasini echish, san'at, qurilish, adabiyot hamda butkul ilm-fan sohasida taraqqiy qilmoqchi bo'ldi. Bilimning kuchi bilan Leninning g'oyasining ijtimoiy, iqtisod masalalarini hal qilishda tang ilgirilishi Rossiyaning qaloq holatiga mos keladigan hamda dastlabki kapitalizm iqtisodini yarashtiradigan loyihani barliqqa keltirdi. Dangliq yangi iqtisodiy siyosat, ya'ni asosliqi bozor mexanizmi va shaxsiy korxonalarning aktivligi iqtisodning asliga kelishini qo'zg'atishga tayinadi. Tarixiy xarakterlik murassa qilish loyihasi bo'lib, yangi proletariat sinfi diktatursida darhol qilishga tegishlik sotsializm qurilishini kelgisiga kechiktirib tashladi. Bu qisqa mezgilga obyektiv qaraganda
20 asr Sovetlar İttifaqı tarixidagi eng echivitilgan madaniyat yenilik yaratish davri deb aytishga bo'ladi. 1917-yildagi Sotsial Demokratlar partiyasidan Aleksandr Kerensky rahbarligidagi demokratiya davri ziyoda qisqa bo'lganlikdan texmi cho'nqur ta'sir paydo qila olmadi. Darvaqa, yangi iqtisodiy siyosat jonliqni echish, muqimlikni ojizlatishdagi tajriba hosil qilishning ma'nidosh so'ziga vakillik qildi. 60 necha yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, nurg'un Sovet ittifoqliqlar yanala heliqi necha yilni 1917-yildan buyanqi eng yaxshi yillar deb qaraydi. Amaliyotda 20-yillardagi she'rdek go'zal aslamalarda zo'r miqdorda g'oyivlashgan tarkib aralashgan. Bu asosliqi Stalin davri bilan selishtirishdan paydo bo'lgan. Gerçi ayni chog'da Moskva, Leningrad hamda boshqa necha cho'ng shaharning turmushida qaramoqqa zo'r bir turkum jamiyat va madaniyat islohot hidi barliq kelgandek bo'lsa-mu, ammo yuqorqi hamma ishlardan yuqor turdig'ini boshqacha bir manzara. Yangi bir partiyalik tuzum butun mamlakat doirasida mustahkamlandi. Keng ko'lamlik ijtimoiy zo'ravonlik tuzumlashdi. An'anaviy ko'zqarash majburiy singdirildi hamda uzun muddatlik ideologiyaning nishoni orqali siyosiy vositaning eng mustabid vositani o'z ichiga oladi, qo'llanilishini belgiladi. Leninning afat xarakterlik bir misrasida ikki alohidaligi eng katalizlash roliga ega. Ya'ni siyosiy huquq ayrim kishilarning qo'liga va bu kishining terrorizm vositasiga tayinishiga markazlashib qolgan. Oldingi alohidaligi keltirgan oqibat bo'lsa, kun siri byurokratlashgan avangard partiya barliq siyosiy huquqni markazlashtirib qo'lga kirgizib oldi. Hamda har darajalik tashkilotlarga tarbiyalash tuzumida singib kirish orqali butkul ijtimoiy organlarni kontrol qildi. Bu xil tayinlash tuzumi barliq vazifadan qoldirish va tayinlash tuzumida yuqoridan tövanga qarta kontrollik yurgizishdagi tashkiliy qattiq qatlamlari aniq bo'lgan tuzum. Lenin terrorizm vositasini xohlagancha ishlatish orqali haqiqiy yoki faraz qilib chiqargan o'qitichi taraflarga taqobil turdi. Kollektiv jinoyatni qasddan qo'llashini o'z ichiga olgan usullar orqali turli bahona sabablar bilan keng ko'lamlik ijtimoiy ziyonkashlik qildi. Tashkillik zo'ravonlikni masalani hal qilishdagi asosli vositaga aylantirdi. Zo'ravonlik oldi bilan siyosiy masalani hal qilishga ishiltildi. Yana ilgirlab iqtisodiy masalani hal qilishga ishiltildi. Eng oxirida jamiyat yoki madaniyat masalalarini hal qilishga ishiltildi. Terrorizm vositasiga tayinish Sovet ittifoqida hokimiyat yurgizayotgan partiyani maxfiy saqchilardan bargan siri ayrılolmas qilivetdi. Lenin hokimiyatni tortib olgandila maxfiy saqchi tashkiloti qurgan edi. Bu ahvol tasodifiylik emas, ham Sovet ittifoqining keyingi tarixiga munosabatlik. Lenin o'lib 60 necha yildan keyin Sovet ittifoqi maxfiy saqchilarining atamini Viktor Chebrikov 1987-yil 9-oyda birinchi navbatlik maxfiy saqchi ataminini xotirlash yig'inida so'z qilganda Leninning cho'qim terrorizm vositasini qo'llanib Rossiya dehqonlariga taqobil turishiga aloqador ko'z qarashini naql qilgan edi. Bu ko'z qarashning asosi boy dehqonlar Sovet hokimiyatiga dushmanlik qiladi hamda necha million ishchini ujuqtirishga va qirg'in qilishga tayyorlanmoqda edi.
hokimiyatni tortib olishdan ilgari va keyin Lenin qilch yoshirib o'ltirmayla zo'ravonlik va keng ko'lamlik terrorlik faoliyatlar orqali maqsadga yetishni davron qilgan edi. U 1901-yilila prinsip jihatda biz azaldan terrorlik vositasini ishlatishdan voz kechib baxmagan ham voz kechishga bo'lmaydi degan edi. Bolshevik inqilobining harpisida Lenin Davlat bilan inqilob nomli kitobida demokratiyaning ma'nosini bir sinf boshqa bir sinfga, bir qism omma boshqa bir qism ommaga sistemalik zo'ravonlik ishlatadigan tashkilot deb yozgan edi. Uning Lenin to'planma asarlarida to'plangan boshqa maqolalari va nutqlarda bu qarshida başdan oxir ching turgan edi. U oshkora jakarlab, o'ziga nisbatan aytganda demokratiya proletariat diktaturasini o'z ichiga oladiganligini aytadi. Ba'zilar bizni bir partiyalik diktatorlik qilyotidi deb ayblayotidi. Biz bir partiyalik diktatura hamda shundoq bo'lmasak bo'lmaydi dedik degan. U yana diktatorning ilmiy aniqlamasi har qanday qonunning cheklimasiga uchramagan, har qanday belgilmaning bo'g'ishiga uchramagan, bevosita hamda zo'ravonlikni asos qilgan hokimiyat deb yozgan. Lenin hokimiyatni tortib olibla paytni qo'ldan bermay, o'z nazariyasining shakli yoki xarakterini o'zgartirishni amalga oshirishga boshladi. Uzun o'tmay uning zo'ravonlikqa tayinishi chekiga yetdi. Terrorlik vositasini butkul jamiyatni kontrol qilishga ishlatib qolmay, hatto yana tilga ilishga arzimaydigan kichikkina byurokrat xatoliklarni tozalashga ishlatdi. 1918-yil 1-oyda Sovet ittifoqi farmon jakarladi. Farmonning maqsadi har qanday shaklda bolsheviklar hukmronligiga qarshi turadigan kishilarni jazolash siyosati belgilab berish edi. Bu farmonda Lenin hokimiyati davlat organlarini, barliq ziyondash qurtlarni Rossiya tuproqidan tozalab tashlash chaqiriq qildi. Lenin yana shaxsan o'zi ma'lum rayondagi partiya rahbarlariga shafqatsiz terrorlik vositasi bilan boy dehqon ruhoniylar va oq partiya unsurlariga taqobil turishga hamda barliq gumonliq unsurlarni shahar sirtidagi yig'ilish markaziga qamab etishga da'vat qildi. Siyosiydagi o'qituvchi taraflarga qarta Lenin kichikkina intiqomni olmay qo'ymadi. U miltiq orqali so'zlashish, qarshi maqola yezib so'zlashgandan kaskindir deb qardi. Markazlashtirilgan terrorlik vositasi shuning bilan barliq masalalarni hal qilishdagi ma'muriy tadbir bo'lib qoldi. O'rin ishchilarga qarta Lenin ishni oqsatgan jinoyati bor har 10 kishidan birini etib tish taklifini berdi. İntizamga rioya qilmaydigan ishchilarga qarta u undaq intizamga xiloflik qiladigan buzg'unchi unsurlarni etib tish kerak dedi. Bir qatim telefon aloqasi normal bo'lmaganlikdan u Stalinga ko'rsatma berib, ularga ogohlantir. Telefon aloqasiga mas'ul heliqi non qipini etib etimiz. Ovoz cho'ngaytqichini obdan o'rnatishni bilmaydigan, telefon aloqasini qandoq normal qilishni bilmaydigan dötni etibitimiz degan. Kent ommasining har qanday qarshilik ko'rsatish qilmishiga taqobil turish uchun tilga ilishga arzimaydigan kichik ish bo'lsa-mo, Lenin hukumati qaror ma'qullab, cho'qim dehqonlardan bir qism kishilarni tutqun qilish kerak. Agar yig'ilib qolgan qorlarni pokiz tozlamasa, ularni etib tish kerakligini talab qildi. Jahil.
Əsəbi bu göz qaraş cəmiyyətdən ayrılğan hökümranlıq tüzümünü barlıqqa keltirdi. Mahiyətdə suiqasdçı hüquqdarlar guruhini barlıqqa keltirdi. Gerçi 20-ci yıllarning beshida cəmiyyətdə siyasidən sirtqi sahədəki özlüksüz stixiyalik hərəkətlər vaqtliq sığdırıldı. Haqiqiy reallıq bolsa, Lenining siyasi tuzilmasi siyasi jihatda hamda ruhiy jihatda jamiyat bilan umumyuzlik tirkishish tayyorligini qilib bo'lgan edi. Jamiyatning yangi hukmronlari o'zining to'g'ri xatoligini tarixiy isbotlashga amalsiz edi. Jamiyatni eng oxirgi zarba berish obyekti qilishga majbur bo'ldi. Siyasi tuzilmaning o'zidagi andisiga asosan jamiyatni qayta barpo qilishga urindi. Lenincha siyosiy tuzilma asosligi stixiyalik harakatni asos qilib faoliyat qiladigan jamiyat bilan birlikda mavjud bo'lib turishi mumkin emas. Bu xil mavjud bo'lib turish ehtimol siyosiy tuzilmaning chiriklashishini yoki ikkisi o'rtasidagi to'qinishni keltirib chiqarishi mumkin. Leninning alayda hal qilish usuli bo'lsa, tangdasiz huquq berilgan partiya qurib, davlatni emas, balki jamiyatni majburiy yo'qitib, jamiyatni mustaqil, amaliy gavda sifatida saqlamaslikdir. Jamiyat cho'qim pachaqlab tashlanishi kerak. Bo'lmasa, assimilyatsiya bo'ladi, chiriydi. Hatta kommunizm hükümranlığının yüzüdeki siyasi niqabını içip taşlaydı. Lenin'e nispeten aytganda hukukning logikasi cho'qim an'anaviy ijtimoiy balvog'ni yeshish uchun cho'qim davlatning yadrolik o'rnini mustahkamlab va kuchaytib, davlatni tarixning zarur quroliga aylantirish kerak degan hukmni keltirib chiqardi. Neçə 10 yıl ötüb ketdi. 1987-yılı Mikhail Gorbachev kuchining barcha islohot qilganda tuyuqsiz qo'zg'agan talash tortishlarda Sovet ittifoqilik ilm sohasidagi bir rahbariy shaxs yengillik bilan oshkor holda Stalinning tuzumini zodi Stalin barpo qildimi yoki bu tuzum Stalinni barliqqa keltirdimi degan savolni o'ttirg'a qo'ydi. Agar dal bu savolda ko'rsatilgandek bo'lsa, tuzum Stalinni barliqqa keltirgan. Undaqda bu amisi kimning tuzumi? Dal Lenin Stalinni barliqqa keltirgan tuzumni barpo qilgan. Buningdan sirt, Lenin Stalinni barliqqa keltirib qolmay, Lenin ideyasidagi hakavrlik, siyosiydagi ishchitarlik başqa har qanday shaxsning qad ko'tarishini zo'r darajada to'sib qo'ydi. Amaliyotda Lëninizmning o'chmas mirasi dal Stalinizmdir. Bumu Lëninizmning Rossiya sotsializm qurilishida o'ynagan roliga qarta eng kuchlik tarixiy shikoyatdir. Davomi bor.